Men yaqinda skriningga tushdim. 18 haftaligida. Boshida suv bor deb aytishdi. 6 millimetrlik xavfli hisoblanmaydimi, lekin lecheniya olyapman. So'rilib ketarmikan deb savol beribdilar Xayrullayevni. Xo'p, asalan, qarang, normada ham bolani boshida suv bo'ladi. 5 mm, 6 mm ni biz norma deb beramiz. Ba'zi joylarda 6 mm dan oshgandan keyin lecheniya davolanish boshlanadi. Bu bir tomondan to'g'ri. Avvalambor boshida nega suv yig'iladi bolada? Bolani boshida suv yig'ilishi hech qanaqa boladagi anomaliyalarning belgisi emas va bolada aqliy rivojlanishini orqada qoldiradigan holat emas. Bundan xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Bolani boshida suv yig'ilishi avvalambor onani organizmida qanaqadir infeksiya o'tirganligini bildiradi. Bunday holatlarda eng birinchi o'rinda mutaxassisga, ya'ni o'zingizni ginekologingizga murojaat qilasiz va ular ko'p holatlarda sizni tanangizda turgan infeksiyani izlab topishga harakat qilishadi. Buning uchun umumiy qon analizi, umumiy tahlil sidik analizi va o'shanda ham topilmaganda umumiy mazok analizi, ya'ni qindan surtma topshirishingiz shart. Bunday holatlarda infeksiya o'chog'i topiladi va uni yo'qotilgandan keyin xavotir olmang, bolajoningizdagi boshidagi suvning miqdori yana o'zini norma holatiga qaytadi. Sizni ham qiziqtirgan savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Albatta video qilib javob beraman.